Assalomu alaykum HBS kuzatib boruvchilari, mana haftalik tahlilga ham yetib keldik va bitta narsa meni xursand qilyapti. Bu ham bo'lsa, haftalik tahlilda berganimizda ko'pchilik ishonmagan darajalar, kommentariyada ham yozishdi, 5100 kutayotgan bo'lsangiz, unaqa darajalarga emasligi mumkin. Yo degan gaplar bo'ldi. Akalar, mana bu joyda demak daraja buzilib, qaysidir darajada demak baribir down trendga o'tdimi, Fibonacci tortamiz 1618 zona keldi 5100. Xo'p, endi nima qilsak bo'ladi? Mana shundan bay olsak bo'ladimi degan savollarga men o'zim tahlillarni qilib sizlarga javob olib berib qo'ydim. Xudo xolasa mana bu daraja va bizga taxminan mana shu trendga demak kelyapti. Bu trendga kelguncha yana taxminan qancha tushishi mumkin desak 3-4% demak tushish qoldi. Undan keyin bozorda yaxshigina o'sishni kutishimiz mumkin bo'ladi. Birinchi xabar, ikkinchi xabar esa mana bu haftalikda bizda divergensiya bo'layotgan bo'lgan va divergensiya atrobotga qilib bo'ldi. 27.95 RSI darajasi 30 da o'zi atrobotga qilib bo'lgan bo'lardi. U bo'yicha ham demak meni ko'nglim to'q. Bozor juda zo'r holatda turibdi. Hozir olish kerak, daromad qilib qo'yish kerak. Xo'p, watch listimni mashqga qo'yganman. Undan tashqari puli temada ham qo'yib ko'rsatdim. O'sha puli temani 2 ta yo 3 ta oldingi sonida ko'rishinglar mumkin watch listimni. Demak bu S&P bo'yicha berayotgan men taxminlarim. Eng ikkinchi tarafi mana bu Bitcoin esa Bitcoinni hech qanaqa tushish ko'rmayapmiz. Bunga sabab katta demak institutsionalni anaqa olishlar va tariflar bu Bitcoin uchun emas. Bunday oddiy qaraydigan bo'lsak, ya'ni tariflar asosan kompaniyalar chiqaradigan nima desa bo'ladi, bir produktlar uchun. Shuning uchun kompaniyalar ko'proq aziyat chekdi, chemda Bitcoinga qaraganda. Undan tashqari tilla bo'yicha taxmin, tilla mana katta tushishni bajardi. Mana bu trend liniyani yorgandan keyin u yog'iga ancha tilla pastga ketishini kutyapmiz va divergensiya holati tillada ham bo'lgan haftalikda. Haftalik demak time frame ham juda xunuk demak candle bilan yopildi. Tilla bo'ldi yog'iga menimcha ancha pastga ketsa kerak. Eng zo'ri neftni juda ko'p tahlilda, даже juda dunyodagi katta analitiklar ham yo neft yog'iga oshadi deganda texnik tarafdan buni tushish ehtimolligini aytib borayotgan edik. Qaranglar, mana buni tez tushganni. Endi u yog'iga nima bo'lishi mumkin? 51 va mana bu 54 darajalar orasiga sekin astalik bilan keladi. Neft narxi arzon bo'ladi va o'shandan keyin bozorda juda katta o'sishlarni kutishimiz mumkin. Dollar indeksi keladigan bo'lsa, dollar indeksi mana o'z kuchini oldi juma kuni. Bu bir tarafdan yaxshi. Dollar indeksi o'zini kuchini tez yo'qotib olgani ham bir unchalik zo'r emas. Mana keldi va sekin astalik bilan kuch olyapti. Mana bu zona himoya qilindi qaysidir darajada. Aksiyalar bo'yicha birimni ketamiz. Lulu kompaniyasini o'zim portfelga qo'shib oldim uzoq muddatli. Shuning uchun take profit stop loss hozir bermay turibman, chunki bozor juda volatillik. Riot mana bu zonaga yetmasdan turib reaksiya olishni boshladi. Bu yaxshi zonalar edi olish uchun. TMDX paka pozitsiya ochiq turibdi. Adobe kompaniyasi bo'yicha qisqa muddatli savdo qilsanglar bo'ladi. Va yana qaysi kompaniya? MDB stop lossni urdi. Tan olib mana qo'yibmiz. O'zimiz nima desa bo'ladi? Bizda bilasizlar, biron bir narsani sir saqlash yo'q. BITF mana bu darajaga yetib qoldi. Mana shu darajadan qo'shimcha pozitsiya ochib qo'yamiz. Xo'p, Shopify'da mana bu uzoq muddatli trend liniyaga keldi. Shopify'da ham menimcha portfelga qo'shib olsam kerak. Twillo'da hali holat yo'q. Miniso'da olgan narximizni urdi. Miniso'da yana bay ochishimiz mumkin. Yaxshi holat, juda yaxshi holat Miniso'da. Uzoq muddat uchun juda yaxshi holat bo'lib turibdi. Kan aksiyasida nima aytdim mana Mamatdan pastga tushishini, lowni, ya'ni o'zi aksiya holatini beryotdi-da. Bu yoqda Bitcoin tushmasa ham pastga mana tushib ketdi va lowni yengilab berdi. Endi juda zo'r holat kan uchun olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, uzoq muddatda sekin astalik bilan yig'vuringlar. Apple'ni o'z anaqamga buni ham portfelimga qo'shib qo'ydim 189 dollar narxdan. Xudo xolasa bu aksiya bo'yicha ham juda yaxshi holatda turibdi. Mana bu trendlarni mana bularni o'chirib olamiz. Keyingisi Nvidia'ni shoshilmanglar, iltimos qilaman, shoshilmanglar. Nimaga deydigan bo'lsak, Nvidia mana bu lowni olishga harakat qilyapti menimcha, katta ehtimol bilan. Shu lowni olib keyin uchish ehtimolligi juda katta. Shuning uchun e'tibor berib qarab turasizlar. U bir aksiyasi ham o'z ulushini oldi.
Bu aksiya bo'yicha paka tegmay turganinglar ma'qul. Okta hamdam AMG da juda zo'r sotib olish nuqtalari. AMG mana bu qaranglar, siqilib borayotgan narxdan ham hattoki pastga tushib ketdi. Juda pastga tushish bo'ldi. AMG da ham juda zo'r narx. Bu narxlarni keyinchalik ko'rmasligimiz mumkin. Shu narxlarni xohlasanglar screenshot qilib olsanglar bo'ladi. Alibabada ham demak yaxshi narxlar kelib qoldi, lekin unga olishga shoshilmaylik. Teslada juda yaxshi narx. Nimaga deydigan bo'lsak, hamma narsa tushganda ham Tesla unchalik tushmadi. Balki lowni yengilab divergensiya hosil qilar. O'shanda sotib olishimiz uchun demak juda qulay vaziyat bo'ladi. Xo'p, so'ng aksiyasida tinchlik paka Micron Technology bunga ham savdoga kirdim. Juda zo'r holatda turibdi bu kompaniya uchun. Savdolar qaranglar, har doim yashil chiqib kelgan kompaniya, dividendini ham to'ladi. Juda yaxshi ketyapti, faqatgina mana bu butun bozor tushayotganda o'z ulushini oldi bu anaqa ham holatda. Ya'ni bu aksiya. Undan tashqari ELF aksiyasiga ham kirib qo'yildi, stop lossni olgan bo'lsa ham, demak qo'shimcha pozitsiya qo'shdim juma kuni. Bu ham yaxshi yopilib berdi. Undan tashqari Self aksiyasini o'zimni portfelimdan chiqarib tashladim. Demak, bu kompaniyani sotib turdim qisqa muddat uchun, boshqa aksiyalarga o'zgartirish uchun. Va bu holatda esa bizda Apple mana shu joyda demak qo'shib qo'yishim kerak. Apple aksiyasini o'z portfelimizga qo'shib qo'ydik mana. Va TTD bo'yicha juda ko'pchilik zararda ekan. Mana bu zonaga kelishni kutmayaptim, lekin baribir oxir oqibat keldi. Mana shu support zonasidan reaksiya olishini kutyapmiz. Avgoni ham qo'shib oldim. O'tgan safarlari balki ko'rmagandirsizlar. Avgo ham Broadcom kuchli 10 talik kompaniyalardan bittasiga aylanyapti. Demak, kapitalizatsiyasi bo'yicha bu kompaniya ham juda yaxshi holatda edi. CRM kompaniyasi bu portfelimizda bor. Kimdir qisqa muddatli, uzoq muddatli savdo qiladi, mash kompaniyalarning yaxshilarini eshitib turganlarimni spokойно olib qo'ysanglar bo'ladi. Juda zo'r holatlarda turibdi. Bunaqa narxlar keyin kelmasligi mumkin. Fear and Greed indeksi 4 turibdi. 4 bilasizlar, bu 4 qanaqa tushuntirsam bo'lar ekan. Tekin degani bu. Bu yerda bizda volatility index, ya'ni volatility index, hozir men sizlarga mamutdan narsa tortib beraman. Bunaqa darajaga mamutda dash dum hosil qilib ketgan avgustda bunaqa darajaga qachon kelgan? Misol uchun pandemiyada bitta oshib qaytgan. Undan oldin 2018-yil, unda ham dumni tashagan. 2015-yil, 2011-yil, 10-yil, 2008-yilgi krizislarda kelgan. Ya'ni bu bizga skidka narx berayotganini, ya'ni fond bozor bizga skidka narx berayotganini har tomonlama isbotlab qo'yapti. Ya'ni daromad qilish uchun juda zo'r vaqt, lekin to'g'risini aytaman, juda ko'pchilik qo'rqishi mumkin. Bu vaqtda qo'rqmanglar. Ya'ni sekin astalik bilan o'z kapitalinglarni oyma-oy, misol 10 ming kirgizmoqchimisizlar, aprel, may, iyun oylarida sekin astalik bilan kirgizib boraveringlar. Bunaqa narxlar, bu aksiyalardagi narxlar kelmasligi mumkin. Sababi bozor keskin tushdi. Keskin tushgan bozor har doim keskin srazgetidan oshib beradi. Shu holatda ham demak, mana bu oylik svechalarni ham hozir mana ko'radigan bo'lsak, oylik svechadan o'zida ham aprel oyi 9-10% minusda bo'lish ehtimolligi juda kamda. Ya'ni xudo xohlasa yaxshigina daromadli ustida turibmiz. Nasib qilsa birga ko'ramiz. Mana shu narxlarni yana qaytarib o'taman. Bu narxlarni qayta ko'rmasligimiz mumkin. Shuning uchun ham xohlasanglar bu videoni saqlab qo'yinglar, tanishlarga jo'natasizlarmi? Uzoq muddatli investitsiya uchun aksiya bozori hozir juda zo'r turibdi. To'g'ri, kriptovalyuta bozori ham zo'r deyishingiz mumkin, lekin baribir klassika, baribir mana bu kompaniyalarga ishonganlar bo'ladigan bo'lsa, mana bu spiskadagi kompaniyalar bemalol ishimiz mumkin. Demak, joiz kompaniyalarni tanlab ajratib olganmiz. Hammasi juda zo'r holat. Mana bu Zebra kompaniyasi ham. Ya'ni 1-2 kunda kech qolganinglarning o'zida 10-15% demak daromadni yo'qotishinglar mumkin. Sekin astalik bilan demak kirishinglarni men sizlarga tavsiya qilib qolgan bo'lardim. O'shaning uchun ham aprel oyida bo'ladigan offline express guruhini men o'zim olaman. Nimaga kiramiz, hammamiz birga o'qitaman bir oycha birga bozorga kirib boshlaymiz. Chunki hammamiz daromad qilishga demak haqlimiz. Va bu imkoniyatni bozor beryaptimi, olish kerak. Ertaga afsuslanib qolmaslik uchun
Qo'shimcha savolinglar bo'ladigan bo'lsa, HBS ofisiga tashrif buyurishingiz mumkin. Undan tashqari kommentariyada nomeringlarni nimadir qoldirsanglar, bizlarni demak menejerlarimiz aloqaga o'zligi chiqishadi. Hammanglarga rahmat kattakon. Xudo xolasa, demak keyingi hafta ko'rishamiz. Mana bu ekonomik kalendar ham menga hozir qiziq bo'lmay qoldi. Nimaga deydigan bo'lsak, bozorning o'zi bunaqa narxlarni berib turibdi. Bunaqa bu demak haftalik tahlil prosta nima desa bo'ladi, sizlarga imkoniyat yaratib berish kerak. Bu messajim, ya'ni bu sizlarga bo'lgan xabarim, sizlarga berayotgan xabarim esingizda tursin. Bozor bunaqa narxlarga qaytib kelmasligi mumkin. Mana bu bo'layotgan iqtisodiy, siyosiy holatlar hammasi demak ma'lum bir holatda kutilmagan yokida bir sekin astalik bilan bo'lmadi. Hammasi tezlik bilan tushdi. Xudo xolasa ko'rasizlar, tezlik bilan mana shu holatda demak kompaniya va aksiyalarni oshishini, bu narsani Tramp hammasini bilib demak uyushtiryapti va Tramp ham umumiy holat demak Centralniy bank demak Federal Reserve ham fond bozorini bunchalik qulab ketishiga qo'yib bermaydi, chunki bularning orqasida juda katta kompaniyalar yotibdi. Hammaga rahmat kattakon. Xudo xolasa keyingi haftada ko'rishguncha.